Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida mavzuyimizni davom ettirgan holatda funksiyaga oid masalalar ishlashda davom etamiz. Buning uchun biza yana bitta yangi package ochamiz. Funksiya masalalarni ham xuddi shunaqa nom beramiz. Asosiy funksiyani yozamiz hamda bu funksiyamiz qanaqa vazifa bajarsin? Oddiy klaviaturadan kiritilgan sonni 2 ga ko'paytirib ekranga chiqarib bersin. Buning uchun biz funksiya deymiz, function kalit so'zni yozamiz hamda uni nom beramiz unga. Shunchaki 2 ga ko'paytirish deb nom beramiz. Camel case asosida a degan bitta o'zgaruvchini int toifali bo'lsin. Hamda uni kiritilgan sonimizni ham int toifada qaytarsin. Return 2 ko'paytirilgan a deymiz. Asosiy funksiyaga o'tamiz. Ikkilangan ko'paytirish deb nomlangan funksiyamizga endi bu yerga biz cout deb yozamiz. Hamda bu yerga esa son beramiz. Deylik 2 ni beramiz. Dasturni ishga tushiramiz. Biza oldindan 2 ni berib qo'ydik, uni 2 ga ko'paytirib bizaga natijani chiqarib beradi. Ya'ni dastur natijasi mana 4 ga teng. 2 ni 2 ga ko'paytirib dastur 4 degan natijani chiqarib berdi. Endi biza uni har doim shunaqa qilamiz. Yo'q, biza uni xohlasak oldindan klaviaturadan kiritishimiz ham mumkin. A degan so'zni bu yoqqa 2 emas, endi a deymiz. Ya'ni biz klaviaturadan a degan o'zgaruvchini kirityapmiz. Shunchaki bitta son kiritamiz, uni 2 ga ko'paytirib beradi. Ya'ni biz return qilib qaytargan shu sonni deb yozdik. 6 ni kiritamiz, dastur natijasi 12. Biz bir vaqtning o'zida xohlasak bir necha bor ham chaqirishimiz mumkin buni. Deylik, keyingi o'zgaruvchimizni b deymiz. Ya'ni dasturimizda funksiyani o'zi vazifasi bir necha bor chaqirib qayta ishlatish mumkin degani edi. Misol uchun birinchi holatiga 3 kiritamiz, 6 bo'ladi uni 2 ga ko'paytirganda, keyingi holatga 6 ni kiritsak, 6 ni 2 ga ko'paytirsa 12. Bu juda ham oddiy, eng sodda dastur edi. Endi buni общий kommentariyaga olamiz hamda boshqatdan yozamiz asosiy funksiyani. Hozir asosiy funksiyasi bilan alohida yozsak, keyinchalik bu qo'shilib ketib qoladi. O'shaning uchun har bittasi uchun asosiy funksiyani ham kommentariyaga olib turib, tagidan 0 dan boshlaymiz. Endi keyingi qiladigan ishimizda, keyingi qiladigan dasturimizda kiritilgan ikkita sondan kattasini topib beruvchi dastur tuzamiz. Buni ham funksiya kalit so'zni yozamiz hamda unga ham nom beramiz. Kattasini topish deb shunchaki xohlasa inglizcha nom beramiz, xohlasa o'zbekcha nom beramiz, u nomni farqi yo'q. O'zimiz tanlaymiz va uni ichiga ikkita a va b int toifadagi ikkita o'zgaruvchini kiritamiz virgul bilan. Int toifali o'zgaruvchini oxirida bizga qaytargan deymiz. Shart beramiz. Agar a b dan katta bo'lsa, return a ni, aks holda return b ni deymiz.
mana bu xuddi if, mana bu return deganimiz asosiy qismi ishlayapti. Mana if ni cycle tanasi ishlayapti, cycle tanasi emas, tanasi ishlayapti. Bu holatda esa bu else qismiga to'g'ri kelyapti. Bu if else ga o'xshaydi, xuddi returnda. Agar a b dan katta bo'lsa a ni chiqazgin deymiz, aks holda b ni deymiz. Hamda asosiy funksiyamizga biz chaqirib olamiz. Kattasini topish degan sonni chaqirib olamiz. Hamda unga ikkita son beramiz. 3 va 5 misol uchun. Uni pechat qilamiz. Bizga kiritilgan ikkita sondan kattasini topib beruvchi dastur tuzib ber deb biz dasturga aytdik, natijani chiqazib ber deb aytamiz. 3 va 5 ni kiritsak, u bizga kattasini 5 ni chiqazib beradi. Mana bu yerga 6 ni kiritadigan bo'lsak, kattasini topib chiqazib beradi. Katta son bizda 6. Dastur natijasi ham 6. Bize xuddi shunaqa qilib ketma-ketlikdan kiritib ketishimiz mumkin. Xohlasak, biz alohida yuqorida ko'rib o'tganimizdek, klaviaturadan son kiritib, o'sha sondan dastur ishga tushgandan keyin klaviaturadan son kiritgan holatda undan kattasini topib beruvchi sonni chiqarishimiz ham mumkin. Mana bir necha bor ishlatib ko'ramiz. 4 5, 6 5. Misol uchun 7 9 8 3. Dasturni qaytadan ishga tushiramiz. Mana shu 4 ta sonlar ichidan, 4 ta berilgan juftliklar ichidan bizga u kattalarni topib beradi. Birinchisida 6, ikkinchisida 5, keyingisida 9, undan keyingisida 8. Dastur to'g'ri ishlamoqda. Xuddi shu joyga agar bu teskarisini qo'yadigan bo'lsak, a b dan kichkina bo'lsa b ni chiqaz, keyin a ni chiqaz deydigan bo'lsak, yoki bo'lmasam a ni chiqazgin deydigan bo'lsak, xuddi shu dasturda bizga kichkinasini topib beradi. Juftliklar orasidan kiritilgan juftliklar orasidan bizga aslida kichkinasini topishimiz uchun shunchaki sonlarni joyini o'zgartirishni o'zi kifoya bo'ladi. Va berilgan juftliklar ichidan bizga kichkina sonni topib beradi endi. Mana birinchi holatda 5 edi, keyingi holatda 4, keyingi holatda 7, 9 bilan 7 ni orasida solishtirib kichkinasi 7, 8 bilan 3 ni solishtirganda kichkinasi 3 bo'ladi. Va biz yana bitta misol ko'ramiz. Buni ham общий kommentariyaga olamiz va klaviaturadan asosiy funksiyani yozib olamiz. Hamda biz uchburchakni yasalish shartini ko'rib chiqamiz. Funksiya uchburchak deb nomlaymiz. Uchburchakni topishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? 3 ta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. 3 ta son kerak bo'ladi. Chunki uchburchakni 3 ta burchagi bo'ladi. 3 ta tomoni bo'ladi. A hammasini int toifada kiritaveramiz. Int toifada emas, yaxshisi double toifada kiritaylik hammasini. Keyinchalik buni davom ettirgan holatda boshqa dasturni ham ustiga qurib ketamiz. Double b hamda double s. Natijani ham double qaytarsin. Yaxshisi hozircha bu qiymatni qaytarmay tursin, o'zimiz cout qilib chiqazamiz. If deymiz, uchburchak yasalish shartini ko'rib chiqamiz. Uchburchak yasalish sharti qanaqa? Ikkita tomonni yig'in desa, uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Katta yoki teng bo'lib qolsa ham uchburchak yasalmaydi. O'shaning uchun biz katta belgisini qo'yamiz. Agar a plus b c dan katta bo'lsa va deymiz bir vaqtni o'zida mana biza bermoqchi bo'lgan 3 ta shartni qanoatlantirsagina uchburchak yasash mumkin. A plus b katta c dan
b plus c katta a dan va uchinchisi a plus c katta b dan bo'lsagina uchburchak yasaladi. Cout bu sonlardan uchburchak yasash mumkin deb chiqsin. Yasash mumkin deb chiqsin. Aks holda Cout bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas degan yozuv chiqsin. Hamda biza bu sonlarni uchburchak funksiyasini chaqiramiz hamda double tipida, double toifasida 3 ta son kiritamiz. 2,5 virgul 3 virgul misol uchun 6 deylik. 3 u 0 double tipida bo'lgani uchun 6 u 3 deylik misol uchun. Bu sonlardan uchburchak yasash mumkinmi? Oldindan ko'rib oqaylik. Ikkita sonni bir-biriga qo'shganimizda uchinchi sondan katta bo'lishi kerak. 3 ga 2,5 qo'shsak bu 5,5, 5,5 6 dan 6 3 dan katta emas. O'z-o'zidan bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas. Dasturimiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, shuni bilish uchun ishga tushiramiz. Bizda hozir mana if qismi ishlab bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas degan yozuv chiqadi. Ya'ni else qismi ishga tushadi bu yerda. Bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas. Bir necha bor ishlatib ko'ramiz. Keyingi safar 3 astimamisini 5 u 0 deylik. 5 u 3 deylik. 6 u 8 bo'lsin bunisi. Ma'nosini 4,5 deylik. 3 u 3 6 u 3 mayli turib. 7 u 6 bo'la qolsin bunisi misol uchun. Keyingi holatimizda bunisini sonni misol uchun 4 u 2 deylik. Ma'mini 5 u 8 deylik. Bunisini 9 u 3 deylik mayli turib. Qaysi sonlardan uchburchak yasash mumkin, qaysilardan mumkin emas? Oldin o'zimiz ko'rib chiqaylik. Birinchi holatda uchburchak yasash mumkin emas. Keyingi holatdachi? Keyingi holatda bir ikkita sonni yig'indisi, ya'ni ikkita kichkinani yig'indisi uchinchi katta sondan haqiqatan kattami yo'qmi? Bunga buni qo'shadigan bo'lsak 7 u 8. Buning natijasi 608, 708, 608 dan katta. O'shaning uchun uchburchak yasash mumkin. Endi bu yerda ham qaraymiz. Ikkita kichkina son mana 4,5 bilan 3 u 3, ularni yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 8 u 8, 8 u 8 7 u 6 dan katta. Uchinchi holatda ham uchburchak yasash mumkin. To'rtinchi holatda ham ikkita sonni yig'indisini o'zaro qo'shamiz. Bu narsa rovna 10 bo'lar ekan, 10 9 u 3 dan katta. Buni ham 10 u 0 deylik. 10 u 0 10 u 0 ga teng. Qaysi holatda 10 u 0 10 u 0 ga teng bo'lgani uchun bu yerda ham uchburchak yasash mumkin emas. Teng bo'lib qolsa mumkin emas. Mana birinchi sonlardan uchburchak yasash mumkin emas, ikkinchisida mumkin, uchinchisida ham mumkin, to'rtinchisida teng bo'lib qoldi. Tenglik belgisi ham bizani qanoatlantirmaydi. Biza bu yerda faqatgina katta belgisini qo'ydik. O'shani hisobiga bu faqatgina katta bo'lsagina qanoatlantiradi shartni, aks holda qanoatlantirmaydi. Else qismi ishga tushadi. Bu yerda else qismi ishga tushib emas, bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas deb chiqdi. Xuddi shuni davom ettirgan holatda agar uchburchak yasash mumkin bo'lsa, uni yuzasini, perimetrini topish dasturini agar mumkin bo'lmasa, xuddi else qismini o'zi ishga tushishni o'zi kifoya bo'ladi.
bu sonlardan uchburchak yasash mumkin deymiz hamda uning yuzasini topamiz. Yuzasini biza Geron formulasi orqali topamiz. Uning uchun bizga bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Perimetr, yarim perimetrni olishimiz kerak bo'ladi. Yarim perimetr deymiz uni nomini. Va kiritilgan A, B, C sonlarni 2 ga bo'lamiz. Yarim perimetrni yarmi o'zi etib turibdi. Perimetr topishimiz uchun biz hamma tomonni yig'indisini olishimiz kerak. Yarim perimetr topishimiz uchun esa hamma tomonni yig'indisini 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng bizga yana bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladiki, bu S yuzasini topishimiz uchun. Uni topishimiz uchun mas.sqrt, ya'ni ildiz ostida yarim perimetr ko'paytirilgan qavs ichida yarim perimetr bitta tomonning ayirmasi minus A qavsdan chiqamiz, ko'paytirilgan yana bitta qavs ochamiz, ikkinchi tomonning ayirmasi minus B yana bitta ko'paytiruv olib turib uchinchi tomonini qavsning ichida uchinchi tomonini ayirmasini yozamiz. Hamda qiymatimizni double toifada chiqazgan deymiz. Va uni pechat qil. Cout. Bu sonlardan uchburchak yasash mumkin. Bizga yana bitta o'zgaruvchi kerak bo'lar ekan, buni tomonini hammasini yig'indisini topishimiz uchun perimetr deymiz. Perimetr esa biz yuqorida aytib o'tganimizdek, uchta tomonning yig'indisi. Uchburchakning yuzi deymiz teng S ga hamda cout uchburchakning perimetri teng P ga. Dasturni ishga tushiramiz. Qaysi sonlardan uchburchak yasash mumkin bo'lsa, o'shani bizga natijasini chiqarib berdi. Mana birinchisida uchburchak yasash mumkin emas edi, bu else qismi ishladi. Ikkinchisida uchburchak yasash mumkin bo'lganlarini mana uchburchakning yuzi hamda perimetri. Uchinchi sonimizda ham uchburchak yasash mumkin edi, uni yuzasi hamda perimetrini topib berdi. To'rtinchi holatda esa uchburchak yasash mumkin emas deb chiqdi. Birinchi holat, ikkinchi holatda uchburchak mana bu sonlardan yasash mumkin. Uni yuzasi 591 va hokazo ketdi. Ikkinchisi bu uchburchakning perimetri edi. Mana uchburchakning perimetri, ya'ni uchta tomonini yig'indisi mana A, B, C tomonlarning yig'indisi. Uchinchisi esa bu uchburchakni uchinchi holatimiz mana bunga to'g'ri keladi. Uchburchakni perimetri 15.39, ya'ni uchta tomonning yig'indisi hamda uchburchakning yuzasi 3.29. To'rtinchi holatda esa kiritilgan mana bu sonlardan uchburchak yasash mumkin emas deb chiqadi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.